Gentra mashinalarda yangilarida ham ko'p kuzatiladi. 10 ming, 20 ming yurganda mana shu o'ng tomondan sandidan yog' oqib qoladi. Bunga yechim qilib, yaponskiy sandilardan terdirib, rollarini davatsiga yumshoq qilib, aylantirib keldik. Bular bu yerda Gentra mashinamizni olib qo'yganmiz. Bunga ham rulo mexanizmlarimizdan qo'yib beryapmiz. Bu kishi ham 10 kun, 15 kun oldin sandiy qo'ydirgan ekanlar. Sandiy yog' qizib yoribdi. Biz o'zimizni rulo kalonkalarimizdan qo'yib beryapmiz. Polni full variantda hadoylarni qilib beryapti. Bunga hadoylarimizga Mercedes bor, Cobalt, Hyundai'larniki bor. Va o'zimiz olib keltiryapmiz. Hyundai variantimizni tanlanglar. Bu Mercedeslarda ham choyini ichirib yoradi. Effekt bo'yicha orqasiga Cobalt sandiblowdan ishlatdik. To'rttalik qilib, bu variantimizdan o'ta bog'lasa yumshoq. Barcha turdagi avtomobillarga amazatlamadan kelgan. Inshaalloh sinov muddatida turibdi. Sinovdan o'tsa, sizlarga bu yangilikimizni ham taqdim qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan ham zo'r yangiliklarimiz bor. Ularni ham sizlarga inshaalloh bir boshdan taqdim qilamiz.